Muxtorjon aka, assalomu alaykum. Muxtorjon Ashurov kuzatuvchilari bekorga shoshilib kelmadim. Keling, ular keladi. Assalomu alaykum azizlar. Muxtorjon Ashurovni kuzatuvchilari, Farg'onamiz ajoyib san'atkori, ajoyib ijodkori Muxtorjon aka Ashurov bilan bugun maqsadlik hamda mo'min qonlarda nikoh to'ylarimiz sur bo'ladi. Shodiyona tantanalar saroyda. Muxtorjon aka o'zi san'atkorlarni kim ko'rsa kulib so'rashadi. Rost aytganda aka kulib so'rashadi. Sabab faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga aytadigan ko'rsatib emassin. Xudo xolasa xalqimiz yaxshi kunlarda xizmatda hech qachon charchamang. Hamma san'atkorlarga omad tilaymiz. O'sha hammani qatorida sizga ham, bizga ham Xudoyim omad bersin, ilohim. Mana shunaqa yaxshi kunlarda tinimsiz xizmatda bo'laylik niyat qilamiz. Xudo xolasa Muxtorjon aka sizdan ko'p xizmatlarda bo'lganmiz. Ikki og'iz tilaylar kuzatuvchilarga. Bu Azbek meni qadrdon ukam. Azbek yo'ldosh deganda butun vodiy, Respublika degan o'zimni ovozi bitta. O'zim muxlisman, aniqrog'ini aytganda. Originali. Albatta, jonim ishlaringizni omadli tilayman. Hamisha o'zingizga nima deysiz, yaxshilik, topilib tilayman. Ilohim biz bilan ko'p yillar birga bo'lishlik, bizga nasib yaxshilik kunlarda birga xizmat qilib yuraylik. O'zi ko'pchilik aytadi, Oxunjon madaniy ovoziga o'xshab ketadi. Ikki qator, ikki misra aytadi. Ming asrda meni yaratdi hayot. Meni so'rab tog'lar qator chiqdi. Nahot anglamaysan, bilmaysan nahot. Axir men bittaman, yagona yolg'iz. Axir men bittaman, yagona yolg'iz. Ustoz aytgandek, siz ham yagona yolg'iz. Salomat bo'ling aka. Salomat. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli qo'shiqlar bilan xizmatda bo'lib